Assalomu alaykum. Akalar, mana yana bitta yangi ishimizni qo'yib qo'ydik. Kanallar ham vakuumning ichida ichidagi o'rtasida oyna. Polkalari ham chuqur enli bo'lgan, seyflari ham sensorli. Bosib qo'yiladi va hozir vakuumli. Keyin bu chekkadan yana pastga yo'shilga tepada mana ham to'g'rishlari bilan hozir kiyimlarni, uzun kiyimlarni qo'yib yana qaytarib qo'yib bo'ladi. Turadigan mexanizmlar qo'yilgan. Baholisi. Bo'yi 2.40, eniga 2.60, 2.70 joyga tushadi. Endi ham chuqurligi, glubinasi ham 60 bo'lgan. Narxini mana aytib o'tib keta olaman. 4,5 million so'm qilib beramiz. Dastavkalarini Andijon shahar ichida bo'lsa qilib bera olamiz. Uzoqroqda bo'lsa, xudo xolasa kelishamiz.